Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Pensionerlar 1-yanvardan pensiyada katta o'zgarish bo'ladi. Tayyor turing. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Pensionerlar yer va mol-mulk solig'idan ozod qilindimi? Yaqinda yer va mol-mulk solig'idan qarzi borlarga ham elektr to'lov qilish cheklanishi haqida ma'lum qilingan edi. Bu yangilik ortidan ijtimoiy tarmoqlarda pensionerlar mol-mulk va yer solig'idan ozod qilinganligi haqida xabarlar tarqaldi. Ushbu ma'lumotlar qanchalik asosli ekani yuzasidan tushuntirish olish uchun Soliq qo'mitasiga yuzlandik. Yagona shart: aytilishicha, Soliq kodeksining 421-moddasiga muvofiq jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'i bo'yicha imtiyoz barcha pensionerlarga nisbatan tatbiq qilindi. Faqatgina buning yagona sharti shuki, pensionerlar o'zlarining mulkida bo'lgan turar joy obyektlariga nisbatan va faqatgina 60 kvadrat metr doirasidagi mazkur imtiyozdan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Yer solig'ida imtiyoz faqat yolg'iz pensionerlarga, yer solig'i bo'yicha esa Soliq kodeksining 436-moddasiga muvofiq imtiyoz faqatgina yolg'iz pensionerlarga nisbatan qo'llaniladi. Ma'lumot uchun, qonunchilikka ko'ra yolg'iz pensioner deganda yolg'iz yoki o'zi voyaga yetmagan yoxud nogironligi bo'lgan bolalari bilan yashaydigan pensionerlar tushuniladi. Nima qilish kerak? Ushbu imtiyozdan foydalanish uchun pensionerlar o'zlarining pensiya guvohnomalarini yoki budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi tomonidan beriladigan ma'lumotnomani, shuningdek fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi, ya'ni mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan beriladigan ma'lumotnomani soliq organiga taqdim etish kifoya qilinadi, deyiladi xabarda.